Assalomu alaykum aziz do'stlar, men Naqshchi Mehmonjon Abdukim. Anar Pishti tor komediya filmi chiqqandan beri men ham Anar Pishti tor komediya filmininki qizg'in ishtirokchilaridan bo'lib kelyapman. 16熟了剧组和全体的主创人员呢，说一声感谢，感谢给我们新疆本土人乃至全国人民带来一场这样的文化盛宴。 Anar Pishti tor komediya filmining 4-bölümida qandaq yangiliklar bordi? Hammamiz birlikda taqozolik bilan saqlaylik. Anar Pishti отбасындағы қызметкерлердің бұдан кейін де көптеген фильмдерді шығаруына тілектестік білдіріп, 4-ші бөлімін асыға күтемін. Мұшы Anar Pishti tor komediya filmi qo'yilgandan keyin jamiyatga kuchli ta'sir qo'zg'adi. Shaxsan bizning мұшы ovoz artistlarimizmi ajoyib yaxshi ko'ramiz. Anar Pishti programmasi hozirgi davrdagi yaşlığı maskegen. 在这儿呢，真诚的祝福16熟了第4季开播大吉，同时也希望更多的人通过我们的16熟了了解我们的大美新疆。 Anar Pishti guruhiga barliq xizmatchi xodimlarning bundan keyingi xizmatiga texmi zo'r utuqlarni tilayman. 每一次看到16熟了呢，这个我们都会收获特别多的开心。 Sizlarmi menga o'xshash Anar Pishtini ko'rishga intayin taqozo bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Bu anani bek saqlab ketdi, pishimig'i bek uzoq bo'lib ketdi. Tezroq pishga deymiz. Anar Pishtining 1-2-3 qismini ko'rib barlig'imizni quvonchga, shodlikqa bo'laganligini esdan chiqarmaymiz. Anar Pishti turmushimizga texmi rangdor, texmi ko'p mazmunlarni qo'shqisi. 16熟了可以说是火爆全疆各地呀，甚至是听说都已经火爆到咱们中国的很多地方了啊。 Anar Pishti programmasi hammamizning yaqin do'sti. Men sizlarga o'xshash Anar Pishti filmining eng ixlosmand pintozlaridan biri. 16熟了是各族兄弟姐妹非常喜欢的节目。 Anar Pishti qo'yilgandan keyin intayin yaxshi ko'rib ko'ramiz. Bizning har haftada Anar Pishtini saqlaydigan bir vaqtimiz bor. Anar Pishti bundan keyin mashqlardan 在这部剧当中，会看到越来越多关于新疆正能量的故事，关于民族团结的故事。 Осы орайда Anar Pishti filmi ұжымындағы барлық қызметтестерге сүбелі табыс тілеймін. 在这里衷心的祝愿第4季16熟了开播大吉。 Әммәйлән шундый yaxshi zo'qlarni ata qilyotidi, kulkilarni ata qilyotidi. 我们新疆的本土网络剧16熟了，给我们带来了很多的欢笑。 Anar Pishtininki bu mazmunlarda Millatlar Ittifoqligi mu alayda ta'kidlangan. Buni anglab biz buni aytib xush bo'ldik. 我跟大家一样，也都是16熟了这部剧的观众。 Men sizlarga o'xshash Anar Pishtininki nihoyatda ixlosmand bir ko'rilmani 16熟了，越办越好。 希望各族人民都像16子一样紧紧抱在一起。 Shunaqla eng oxirida yana Anar Pishti tor komediya filmining 4-bölümünün tezroq ishlanib, bizning huzurimizga tezroq sunilishini, bizga ma'naviy zo'q ato qilishini chin qalbimdan umid qilaman. Jin do'stlar, yaxshimisizlar? Bu filmni men izchil yaxshi qilib kelyapman. Shunda xushalik borman, shunda taqozo borman. Men Anar Pishtini bek yaxshi ko'raman. 4-bölüm第4季 4-bölümü de. 4-cü bölüm. 第4季 4-ші бөлімін. 4-bölüm 第4季 4. bölümü 4. bölümünün 第4季 4. bölümü 4. bölüm 第4季 4. bölüm 第4季 4. bölümü 4. bölümünün 第4季 4. bölümü 第4季 4. bölümü 4. bölümü 4. bölümde qandaq yangiliklar bordi? Hammamiz birlikda taqozolik bilan saqlaylik. Anar Pishti